sosteniyasi zo'r bo'lsin, narxi arzon bo'lsin deydiganlar uchun do'stlar, Nexia 3 80 million so'm bo'lsa barabaramiz bitadi o'n narxi do'stlar. Assalomu alaykum, hurmatli Savat Avto kanali bo'yicha do'stlar. 2020-yilning oxirida ishlab chiqarilgan Nexia 3 oq svetdagi holati zo'r 130 ming kilometr yurgan, chist o'zini yurgan do'stlar. Motor ходовой idealniy sosteniyada 4 balon ham zo'r holatda turibdi. Mejigar pultlargacha bor do'stlar. Mirs rul, Mirs bar, xullas tayyor avtomobil. Oblisopkalarni ham zo'rindan qo'yilgan. Like bosamiz, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Xullas, Nexia 3 izlaganlarga shu videoni tashlab qo'yamiz do'stlar. Hozir bir qator videosini ko'rsatib o'taman. Sizlar like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Holati zo'r, oq svet, tayyor avtomobil, 130 ming kilometr yurgan. Probegini javob beramiz do'stlar. Salon holatlari zo'r, kirchilgan emas do'stlar, bu bir qo'l haydalgan salonni olib bemalol kelib tekshirib olishingiz mumkin. Borlarni ham zo'rindan ustunovka qilingan, rullarni ham zo'rindan qo'yilgan. 130 ming kilometr yurgan. Salon holatlari ham mo'shniy holatda turibdi. Ko'rishingiz, kirchilgan, chizilgan yeri yo'q do'stlar. Bu bir qo'l haydalgan, bir xodimning mashina do'stlar. Xullas, tayyor avtomobil. Kelasizlar, tekshirib, ustunda savdo qilib olishingiz mumkin do'stlar. Balon holatlari ham zo'r holatda turibdi. Через bankomat chiqarib beramiz. Xohlasangiz barter variant ham bor do'stlar. Bitadi o'n narxi 80 million so'm. Kelasizlar, bemalol mashinani olib ketaverasizlar. Like bosamiz, videoni Nexia 3 izlaganlarga tashlab qo'yamiz do'stlar. Hammaga omad, hammaga shunday avtomobillar nasib qilsin do'stlar.